Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun Haval Dargo haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bu mashinamiz ko'rinishida ancha derskiy hisoblanadi, ya'ni yo'l tanlamasligi bilan ko'pchilik buni ancha yaxshi taniydi. Birinchi tashqi ko'rinishdan boshlaydigan bo'lsak, bu mashinamizda o'ziga xos, ya'ni tumaloq farali LED chiroqlardan foydalanilgan, LED farali bo'ladi. Xo'p, endi tashqi ko'rinishda asosan birinchi ko'zga radiator panjarasi ko'rinyapti, mana ko'ryapsiz. Xo'p, bu mashinamizda mana ko'ryapsiz, birinchi ko'z tasvirlanasi 360 gradus kamerasi, tag qismida esa radar joylashgan. Xo'p, kapotimiz ostida 2 litrli turbina motor, 192 ta ot kuchi joylashgan. Ya'ni ot kuchi ham ancha yaxshi bu mashinamizda. Xo'p, balonlar keladigan bo'lsak, 19 dyumli balonlar bo'ladi. GT balonlar bilan jihozlangan bo'ladi. Xo'p, beskutchi do'stlar, ikkala eshigimizda joylashgan, mana ko'rib turganingizdek, paroglari zavodskoy bo'ladi. Xo'p, endi bu mashinamizda mana ko'rib turibsiz, bu 400 millionlik birinchi paytda hisoblanadi. Sidinalarimiz elektronik sidina bo'ladi. Xo'p, ko'ryapsiz. Xo'p, multirul qismi, adaptive cruise control, rul obogrev, undan tashqari head-up display, panorama tom, xo'p, selektor shayba bo'ladi, 7 skorostli, 7 bosqichli. Ruchnoyimiz elektronik, avtoxodimiz bor. Barimizni tagida esa xolodilnik joylashgan, besporodniy zaryadnik hamda mana bu ichki qismda ko'rib turganimizdek tugmalarimiz bor. Ya'ni 6 xil yo'l tanlamas rejimlarimiz, 8 xil, keyin 360 gradus kameramiz, oldi va orqani qo'shish tugmasi. Ya'ni bu mashinada 4 ta balon tortadi u degani. Xo'p, endi tom qismimizga kiradigan bo'lsak, panorama tom bilan jihozlangan. Achchiga joylarimiz bor. Xo'p, salon nihoyatda keng, odamlarni o'ziga jalb qiladi. Xo'p, bundan tashqari orqa qismiga o'tadigan bo'lsak, mashinamizni sidinamizni maksimal sursak ham orqa tomondagi odamga xalaqit bermaydi Haval mashinalarida. Xo'p, mana ko'rib turibsiz, orqaga ham воздушный deflektor orqali isitish yoki sovutish tizimlari o'taveradi bemalol, inson o'zini erkin his qiladi. Xo'p, podnagonimiz joylashgan orqa tomonida. Xo'p, agar 4 kishi ketadigan bo'lsa, yana bitta zo'r tomoni, mana bu o'rtada do'mligi yo'q. Ya'ni o'rtada odam qisilib qolmaydi, o'zini noqulay his qilmaydi. Xo'p, endi orqa tomonga keladigan bo'lsak, orqa tomonida elektronik ochiladi, ya'ni elektr привод bo'ladi bagaj qismi. 400 litrli yuk hajmiga ega. Kapot ostida esa o'zini zavodskoy baloni, xo'p, subwoofer joylashgan. Xo'p, bundan tashqari, agar uzoq joyga 2 kishi ketadigan bo'lsa, mashinamizni yuk hajmini kengaytirish imkoniyatiga egamiz. Ya'ni, sidinamizni yotqizsak 8 bo'ladi. Ko'rib turibsiz? Mana 8 bo'ladi. Xo'p, yana bitta zo'r tomoni bu mashinani. Yopayotganingizda bironta narsa qolib ketsa ham qisib qolmaydi. Mana ko'rib turibsiz. Ko'ryapsiz, ancha tezkor qaytyapti. Xo'p, endi bufer qismiga keladigan bo'lsak, atrof bo'ylab sensor datchiklar joylashgan. Parkovkaga yordam beradi bular. Ya'ni, misol uchun orqada parkovka qilyapsiz, bironta narsa bo'lsa, tegib ketish xavfini santimetrgacha aytib beradi. Ancha qulay his qildirib beradi bu narsa. Xo'p, bundan tashqari bu mashinamizda 92 benzinda yuradi yoki 95 ta ham o'zini erkin his qiladi. Rasxodlari danliga 9 ta, shaharga 11 tani tashkil etadi. Endi rejimingizga qarab, konditsioner yoqishingizga qarab turib o'zgarib yoki kamayishi mumkin. Boshlang'ich 30% dan 70% gacha qilsangiz 1 yildan 3 yilgacha foizsiz qilib olsangiz bo'ladi. Yoki misol uchun bu mashinamizda hozirda 40 million foyda bilan olsangiz ham bo'ladi. Endi ba'zi mashinalarimizga ayrim chegirma imtiyozlar berilgan. Shuning hisobiga 40 million foyda bilan olsangiz bo'ladi bu mashinamizni. Xo'p, manzilimiz Andijon shahar 80 metrlik ko'chada joylashgan. Undan tashqari ish vaqtimiz har kuni ertalab 9 dan 8 gacha trading xizmati bor bizda. Undan tashqari to'lov usullarimiz avtokredit, leasing, рассрочка. Qaysi mashinani tanlashinglardan tashqari, misol trading xizmati orqali besplatniy bo'ladi. Trading xizmati, test drive xizmatlarimiz bir kunda mashinani rasmiylashtirib olib chiqsangiz bo'ladi.